Mana qadrli obunachilar, hozir biz mana shu огородimizga shu tayyorlangan yerga beda urug'ini sepmoqchi biz. Bunga bozordan maxsus katta urug' olib keldik. Bu urug'imizning navi American deb atalar ekan. Barglari katta, yoyilishlari yaxshi emish. Shuni maqtashdi. Sinab tajribadan o'tkazgan odamlardan so'rab, shuni olishga qaror qildik. Bu urug' navini ko'pchilik maqtashgani uchun bizga ma'qul bo'ldi. Shu urug'ni mana shu огородimizga tayyorlangan yerga hozir sepamiz. Ko'rib turganlaringizdek, shu yerga 1,5 kilodan ziyodroq oldik. Agarda qolgandek bo'lsa, boshqa mana bu yerimizda qolgan qismlariga ham sepamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, uni ulashinglar.